Assalomu alaykum hammaga, uzoq yaqindagilar va musofirdagilar, hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar, hammangiz yaxshimisizlar, sog' salomat yuribsizlarmi? Bugun men oddiy bilinch, ya'ni zebrali bilinch pishirjak edim. Endi hozir ko'ramiz. Zebra shaklidagi bilinchni yeganman, lekin o'zim mustaqil pishirmaganman. Shuning uchun hozir sizlar bilan birgalikda pishirib ko'ramiz. O'xshaydimi, yo'qmi? Endi hozir bilinchikni o'zinikidan qilib, hozir masalliqlar kerak bo'ladi. 3 dona tuxum kerak bo'lar edi. Hozir menda 2 dona tuxum qolibdi. 2 dona tuxum, 1 stakan sut, 1 stakan un, 1 stakan qaynagan suv kerak bo'ladi. 2 qoshiq shakar, ozgina tuz, 3 qoshiqda yog' kerak bo'ladi. Hozir birinchi bo'lib bismillahirrohmanirrohimda 2 dona tuxumni chaqib olamiz. Lekin asosan 3 dona tuxum kerak bo'ladi. Endi 2 qoshiq shakarni solamiz. Doldurmang. Mana. Tuz. Qoshiqning ucunda. Bu narsalarni aralashtirib ko'pirtirib olamiz. Endi massani shakar ariyincha tuxumni ko'pirtirib bo'lgandan keyin aralashtirib shakar bilan yarim stakan unni solamiz. Sutni solamiz, uzr. Una qarab turgandim, shuning uchun un da berdim. Yarim stakan sutni solib, endi 1 stakan unni solamiz. Alangan bo'lishi kerak. Keyin aralashtirib olamiz. Sutni, unni, tuxumni, bu massani. Hurmatli obunachilarimiz, yarim stakan sutni solib aralashtirganimizdan keyin qolgan sutni ham solib aralashtiramiz. Sababi texnik nosozlik bo'lib, telefonim o'chib qolgan. Keyin ko'rib turibsizlar, shu joyini olmagan. Yarim stakan sutni ham solib, yana ham aralashtirib olamiz. Keyin 3 qoshiq yog'ni ham solamiz. 1 2 3 3 qoshiq yog'ni ham solamiz. Keyin ham aralashtiramiz bularni. Keyin 1 stakan qaynagan suv solamiz. Qaynab bo'lishi kerak. Mana hozir sutni uzuna soldim. Qaynagan suv. Buni ham aralashtirib olamiz keyin. Aralashtirib bo'ldik. Yana shuningdek massa hosil bo'ladi. Buni bilinchik pishirib qo'yganimda ko'rsatganman. Nishab tayyorlanishini. Shundan yana bir marta yodlaringizga solib o'tdim, eslaringizga. Lekin hamma bekalari bizani hamisha aytaman, hamma narsani biladilar, hamma bilinchik pishirishni yaxshi biladi. Endi ya bo'lmasa baklashga, ya bo'lmasa shuningdek idishga bir kasa, bir qoshiq kakao salaman hozir. Endi rangi temniy bo'lishi kerak-ku. Mana bir qoshiqni dolduramizdan kakaoni solamiz. Ko'ramiz, rangi yaxshi bo'lar. Menimcha aytib turibman, mustaqil o'zim qilib ko'rmayapman. Endi ishi masalliqimizdan shu idishimizga solamiz. Mana aralashtirib olamiz bunu qoshiqda. Hozir endi sevib bering, ozgina. Aralashtirib olamiz endi.
Yaxshilab kakaosu nasi qolmayınca, endi kumak bo'lib qolmasligi kerak. Aralashtiramiz. Yana aralashmamizni aralashtirib bo'ldik. Shuningdek, nasi qolmasligi kerak. Kakaoni kumak qolmasligi kerak. Endi bularni 5-10 minutda dam oldirib qo'yamiz. Hurmatli obunachilarimiz, 5-10 minutdan o'tdi. Endi blenitsamizni qizdirib olamiz. Qizdirib olgandan keyin ozgina yog'lab beramiz. Keyin hozir birinchi rasmiy bilinchikni o'zini pishirib olaman. Nechik chiqadi ekan. Mana shundasa tavan endi tavan nech uchundan ozgina taxlab olish uchun. O'tgan safar aytibsizlar, yozdingizlar, rahmat sizlarga kattakon. Damir narsa ishlatmang, damir narsa kiradi deb aytgansizlar, lekin meni o'zimda shu ishning lopatka bor edi. Shuningdek, men shunda ishlatmadim. Sababi bunda ishlashni bilmayman. Menga neudobniy bo'lgani uchun shu damirda ishlatmadim. Endi hozir shunda ishlatib ko'raman. Sizlarning talab va istaklaringizga binoan. Hoppa. Mana birinchisi uncha o'xshamayotir. Hozir bir shunda qilib ko'raman, olib ko'raman. Ya ishimdinmi yelimini olishim kerak endi. Anam bu qadam enib ketmasin. Yine bu çıktı birincisi. Şimdi bu neyimizni? Kakaolumuzni. Bunu da ettirip alamızdan. Keyin üstünden bunu salamiz. Zebradin bolup chiqadi keyin shunda. Hem kakaolu hem şokoladlı, tipa şunun dimdan. Az yaxshilab pishsin. Yine ahırmında ben alıp bilmeyim, işlep bilmeyim yani. Ne için? Hürmetli obunachilarim, ishini aytib o'tganim yelimini alama. Rahmat sizlarga. Bilinitsani qayg'urib, shunda aytib o'tganlaringiz uchun kattakon rahmat. Keyin yana bitta opamiz aytibdi ekanlar. Hem 5 yıl bo'ldi ishlataman buning din bilinmaysizlarni. Shuni maqtanish kerakmi debdi ekanlar. Endi hurmatli kuzatuvchi, sizda bog'aj menda yo'qdi, menda bog'aj sizda yo'qdi. Baran 10 yıl burun alın. Siz kim bildi kaçan roz yardırsiz. Menden bağımının da uyanda duruptu. Hemme ayol kızlarımızda bağ. Endi bu maqtanışa girmeydi bize. Prosto bir ne desem buladı. Şunu diyeyim, merkeli neyini aldım deb üzümünü obunachilarıma görsatib o'tgan yerimedi. Bu maqtanışa girmeydi. Bismillah. Şimdi endi baklashga yaxshaydidan. Men baklashga prosta azmi etmedim. Baklashgani topmadim. Kichkina baklashga hammasi uldi, 1 litrlik. 1 litrlik, 1,5 litrlik baklashkalar ekan. Bularning neudobniy bo'ladi deb
Yarım litrlik baklashka bo'lsa dum yaxshi. Kırılsa kırılar, hurmatli obunachilar, gördingizlar, ham bu yerda ishlatilmayman. Pulni olib bo'lmaydi, ya bizjakman shuning uchun. Mana ishimda shokoladni qilib pishirib olaveramiz hammasini. Ya bo'lmasa xamirni o'zini hammasini kakaoni solib kakaoli atib qilsam bo'ladi. Yana hurmatli obunachilarimiz, ozgina pishishi kerak ekan. Ozgina qistondim o'xshaydi. Bekar astirmam, damir itnada. Ana, hurmatli obunachilar. Kırılışı rost ekan, kırıladi. Baklashkada bo'lsa, prost imbinasi meda bo'lib tushadi-da. Şöyle yaxshi. Keyingi safar albatta yarım litrlik baklashka olib suvini ichamandan. Baklashkada qilib ko'rsataman. Maqtanaman. Baklashkani ham maqtanaman. Alıp görüp. Mesela yapra katta yoshli nalarimizga hayron qolaman. Ba'zi opalarimize hayron qolaman. Ular ro'zg'orida necha yillik ro'zg'or bo'lgandan keyin hamma narsa bor, to'g'rimi? Iloyim bo'lsin. Masalan, shu men 5 yil burun olib ishlatganman degan opam, iloyim yana 100 yillar ishlating. Sizga shuni yozib qoldirdim. Yana ko'p yillar ishlatish nasib qilsin sizga. Endi biza yoshlarim, biza odamlarim olsa, boy olsa qutlu bo'lsin, kambag'al olsa niyadan olding deganga kerakmaydi menimcha. Tushunmayman ben shu narsani bizadan bor. Biz bunday narsalarni ham to'zdirib otib berganmiz. Endi sizdan keyingilar olmasinmi, sizdan keyingilar qilmasinmi demanda. Yana ko'rsatayım. O'zi ajoyib chiqadi. Hurmatli obunachilarimiz, yana bilinchiklarimiz ham tayyor bo'ldi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz endi. Yana ham ko'rsatib o'tdim, bon taraf ham ajoyib bo'lib chiqadi. Yana hozir bismillahirrohmanirrohim yeb ko'ramiz endi. Mazasına gap bo'lishi mumkin emas, dummazzi. Sizlar ham nonushtaga bolalaringiz uchun qilib berishlaringizni tavsiya qilaman. Ajoyib bo'lib o'xshab chiqadi baribir. O'xshaydi, o'xshamaydi demanglar. Kommentariyada
bilinçiklerimiz o'xshamaydi, nədəqsizlər hammamiz ham hali dumam o'xshab yotgani yo'q. Dumam ideal emas, lekin albatta harakat qilamiz. O'xshaydi, inshaalloh hammangizga o'xshab chiqadi. Shuni tilab qolaman. Albatta o'xshab chiqishini sizlarga, lekin ina o'zi ajoyib chiroyli bo'ladi. Hozir shokolad pastalari vajlarini qilmoqqa vaqt yo'q edi, bo'lmasa shunday bezaklar bilan qilajak edim. Lekin shundan sizlarga faqat bir ko'rsatib o'tayim dedim. Hurmatli obunachilarimiz, ketkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Agar bilinchiklarimiz yoqqan bo'lsa, bir layklaringizni ayamaysizlar deb umid qilib qolaman. Bilinchik to'g'risida fikr mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolaman. Kommentariyada aktiv bo'lib turgan barcha obunachilarimizda o'zimni alohida minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Yangi obuna bo'lib turgan va barcha kuzatuvchilarimizga kattakon rahmatlarimni aytib o'taman. Uzoq yaqindagilar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Musofirdagilar kechalaringizda dollarlar, yevrolar tilab qolaman. Hamisha sog' salomat bo'lg'aysizlar. Keyingi videoroliklarda g'oyibona diydor ko'rishguncha xo'shlab qolaman. Allohim sizlarni hamisha qo'llab-quvvatlasin va o'z hollaringizga tashlab qo'ymasin. Hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Boringizga shukr.